Amerika'nın Suudi vekili Leitzer Efendi'nin yeni devir başlandı degan abzasıdan başlap yana endi liksiyana davamını sözleyimiz hürmetlik vatandaşlarım. Nime deydi? Leitzer yeni devirinin başlanışı dedi. Gerçi Cungo, Prezident Trump'ın Cungo ziyareti Amerika, Cungo münasebetini yeni bir devirinin başlanış baskısı elip kirdi degan bolsa mı? Lekin Amerika'nın Suudi vekili Leitzer'nin karışça Prezident Asya Tinç Okyan rayını iqtisadi hamkorlik yig'inida so'zlagan prezidentning so'zlagan nutqidan qaraganda Amerika hamda ikkilanmayla eng zo'r iqtisodiy pishongni ish qilib. Pishong deganni siyosiy iqtisod o'rgangandim, unutib qoldim, sizga tushuntirib qo'yamadim vatandoshim, kechiring meni. Sözlügen notkadan qaraganda Amerika hamda ikkilanmayla eng zo'r iqtisodiy pishongni ishlatib, boshqa davlatlarning harakatlarini hamda boshqa davlatlarning qiliqlarini o'zgartirishga zo'rlaydigan yangi davr boshlandi. Boshqa davlatlarning qiliqlarini hamda harakatlarini o'zgartirishga zo'rlaydigan yangi davr boshlandi. Magab isiniz basın cuma hürmetli vatandaşı. Leitzer bir parça bayanatı mındak görsetti Amerika Qo'shma Shtatlarining Suudi vekili. Prezident qat'iy ve nayiti aniq mındak dedi. Suudi ticaret nurg'un davlatlarning qarshilashig'iga uchrash, qo'shimcha haq qo'shib berish, bozorni taqib olish, savdoga cho'qinish davri endi hozir oxirlashyapti. Bazar akıbetini texmi güllengen erken, adil ve savdoda özara menfaat yetkizish savdo kayfiyati pat arada endi o'ttirg'i chiqadi. Deydi? Adil, erken, texmi güllengen savdo kayfiyati. Yani özara menfaat yetkizish, savdo menfaatini özara menfaat yetkizish savdo kayfiyati yaqin arada, yani pat arada o'ttirg'i chiqadi. Cungo 2001 Dünya Savdo Tashkilotiga kirgandan keyin ba'zida Cungoning savdo tashkilotiga kirishi Amerikaga foydali bo'ladi deb umidlangan bo'lsa, endi bugun bu umid yo'q chiqdi. Xato bo'ldi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari savdo bosh vakili bo'lish bilan dal hozir Leitzer savdo jihati Cungoga zarba berishga tayyorlandi. Alasha. Vatandaşım müşahede ayrım cümleler ve ayrım tahlil kılıp bilen cuma vatandaşım. Nemdeydi? Amerika Suudi başvekili Amerika Qo'shma Shtatlarining Suudi başvekili bo'lish bilan Leitzer dal hozir Suudi jihatda Cungoga zarba berishga tayyorlandi. Amerika savdo qonunini izchillashtirishni kuchaytirish orqali yoki savdo embargosi orqali negizidan tartib Cungoning savdo qiliqlariga xiris e'lon qilishni o'ylashdi. Yoki shunday qaror keltirdi. Amerika savdo qonunini izchillashtirish, kuchaytirish orqali yoki savdo embargosi orqali negizidan tartib Cungoning savdo qiliqlariga xiris e'lon qilishni o'ylashdi. Leitzer Cungoni tasodifli his qildirdi. Washington bilim hazinasi xalqaro strategik tadqiqot markazi Cungo masalasi tadqiqotchisi Scott Kennedy Amerika ovoz muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Amerika hozir shuning ishondiki, faqat o'z oldiga harakat qo'llanish bilan tahdid solganda ondan Cungoni o'zgarishga zo'rlag'ili bo'ladi. Demek ma işte qanday qilamiz Cungo ishkimiz birlashib qilayli emas. Men endi o'z oldimga deymanki, mushunda qilasan. Demek Amerika o'zining obrazini tiklayapti. Amerika o'zining turgan o'rnini belgilayapti. Men mushunda deyman, sen shunda qilasan. Alaycha. Wall Street gazeti muxbiri bunday hisoblaydi. Cungoga qattiq savdo siyosati maydoni qo'llanganda o'xshashda Oqsaroy prezident Trump bilan rais Xi Jinping o'rtasidagi munosabatga mablag' solib, gazet qiziq olibdi bu gapni, mablag' solib Amerikaning Cungo qo'llanadigan savdo tadbirlari Amerika Cungo munosabatiga elib kelish mumkin bo'lgan ta'virlanishni azaytish kerak.
Bu demek 4. ay, bu yıl 4. ayının 7. günden başlap hazırgacha Prezident Trump Reis Xi Jinping'in maktaplı kelyapti. Yaxşı adam, yaxşı kılıvatıdı. Undak mındak muş sözler bilen maktaplı kelyapti. Bu ol kuchisi nima deydi? Reis Xi Jinping bilen Prezident Trump o'tirdik shaxsiy munosabatlarga zarar yetkazmaslik kerak. Xususiy munosabatlarga zarar yetkazmaslik kerak. Bunun sebebi hozir Amerika qo'llanayotgan savdo siyosatidan Jungo munosabatiga, Jungo Amerika munosabatiga elib keladigan tavrnishlar azaytish uchundir. Bu bir mablag' selishdi. Washington o'rtaq tunishi hamda mavjud emas. Biz mavzuning 5 baş mavzuda o'qigan edik, ma'noga diqqat qiling. Washington o'rtaq tunishi hamda mavjud emas. Gerçi Amerika'nın savdo amaldorlari ve olimlari ansirab tursa-mu, Davlat Majlisining ve Prezident Trump hukumatining Jungoga qaratgan savdo ishlari tekshirishi ve mablag' selishni tekshirish Amerika Jungo savdo munosabatida muqimsizlik paydo qilishi mumkin. Hatta savdo urushi keltirib chiqarishi mumkin. Lekin Jungoga munosabatlik Washingtondagi o'rtaq tunush, rag'batlantirish va Jungo bilan aloqada bo'lishdan Jungodan o'ch elish va Jungoni cheklashga o'zgardi. Demak, hurmatli vatandoshim, Washingtondagi o'rtaq tunush bu Jungoga munosabat ekan. Demak, bugun ham u mavjud emas. Amerika Qo'shma Shtatlar bu o'rtaq tunishdan voz kechdi degan gap. Uning konkret mazmuni nima ekanligi to'g'risi hozir to'g'ri betilishda uqmadim. Bugun tunji qitim anglayapman men Washingtondagi o'rtaq tunush, Jungoga munosabatlik o'rtaq tunush. Endi mayada kichikina ikki jumlada shundaq debdiki diqqat qiling ha. Boshdagi sabablar tufayli hatto savdo urushi keltirib chiqarishi mumkin. Savdo siyosatining o'zgarishi. Lekin Jungoga munosabatlik Washingtondagi o'rtaq tunush yoki Washington o'rtaq tunishi rag'batlantirish va Jungo bilan aloqada bo'lish. Jungoni rag'batlantirish nimaga? Balki ichki o'zgarishga, balki bozorni uzil-kesil etib etishga. Siyosat yoki demokratik o'zgarishlarga rag'batlantirish. Undan keyin aktiv aloqada bo'lish endi tugadi deydi. Endi Jungodan o'ch elish va Jungoni cheklashga o'zgardi. Anladingizmi, hurmatli vatandoshim? Qachonda bir vaqt leksiyada biz sizlik so'zlaganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining nopozliq a'zosi Christopher Smith apandining bir maqolasi sizlarga anglatgan edim. Nima dedi? Biz Jungo bilan aktiv aloqada qilish siyosatimiz hozirgacha qaraydigan bo'lsak, bu endi mag'lub bo'ldi degan esingizda bormi? Endi bu Washington o'rtaq tunishi qachon o'tirishida xabarimiz yo'q. Bu yerda nima deydi qarab turing, bu tunish rag'batlantirish, Jungoga ilhom berish, Jungo bilan aloqada bo'lish edi deydi. Endi bugun bu siyosat amaldan qoldi. Endi bu mavjud emas. Endilikdagisi Jungodan o'ch elish va Jungoni cheklashga o'zgardi. Alasharinglar. G'araz uqmaydigan tadda ko'takashini pagadindagi gaplar mana shunday yerdan chiqdi endi vatandoshim. Prezident Trumpning bosh maslahatchisi Steve Bannon yaqinda Tokioda so'zlagan bir qatimliq nutqida Jungoning savdoga e'tibor berishini va mustaqil tizimli davlat sistemasini bir qancha qatim tilga oldi. Uning qarashicha, G'arbning tafakkuri o'tgan bir necha 10 yil ichida o'tkazgan xatolik balki ajalli xatolik shu bo'ldiki, Jungo gullangan sari Jungo texmi echivetlik va demokratik davlat bo'ladi deb qarashdan iborat bo'ldi. Nima deydi? Jungo echivetligan, nima Jungoliklar gullangan sari, iqtisodiyat gullangan sari Jungo echivetilgan davlatga aylanadi va demokratik davlat bo'ladi degan qarash bu G'arbning ajalli xato ko'z qarashi bo'lganligi bugun isbotlandi. Demak, Christopher Smithning aktiv aloqada bo'lish mag'lub bo'ldi degani bilan bugun Steve Bannonning Prezident Trumpning sobiq bosh Steve Bannonning Tokioda so'zlagan so'zi men sizlarga Jungo Xitoy demokratlariga nutq so'zlash Steve Bannon degandim bu. Dal mana shu vaqt so'zlagan nutqda nima deydi? Bu mag'lub, bu oqmidi dedi. Aktiv aloqada bo'lish oqmidi dedi. Endi bu boshda nima dedi? Endi bu qanday o'zgardi? Jungoda o'ch elish va cheklash o'zgardi. Endi sizlar vatandoshlar bu maqolaga yozilgan bir qancha inkasdan xabardor bo'linglar.
İnkaz birinci. Amerika'nın çoğun hatalığı her günü Tayvan doğrusu sözleş. İnkaz ikinci. 5 moçellik partiya ve onun ägeşküçülerinin küne ahırlaşkandan direkt birem denime. Mayış ikinci inkaz kızıq ki. 5 moçellik partiya gene torbetlerine çıkıp elip inkılapçıları ve başkalarını hakaret kıldığın 5 moçen pul aladıqanlar. O hem yazı bağ var, devlet içinden bağ, devlet sırtından bağ var. Az Xitayda atkan, devlet allaydıgan devletler dollarını hacleşken fakat oturup çıkıp dava ve destigar bilen inkılap kılıp atkan kişiler, hakaret edilen kişiler bu Xitay tilinde 5 moçellik partiya umağdan. 5 moçellik partiya değil. Endi ularning ve onların ägeş kişilerinin küni endi tügeşkende kılıdı o deydi ikinci inkaz. Üçüncü inkaz. Prezident Trump'ni kollaymiz. Amerika'ni kollaymiz. Muşunda qattiq tedbir bolsala erken demokratik dünyadan ümit bağdı. Bana vatandaşı. Gepler mana muşunda oldu. Endi biz bir iki kız gep kılaydık. Bunun için ki leksiyalar tügüdük.